Hiç o'ylab ko'rganmisiz, Windows va Apple'ning macOS tizimidan boshqa yana qanaqa operatsion tizim bor va oddiy foydalanuvchi ko'zi bilan qaraydigan bo'lsak, o'zi bizga Linux kerakmi yoki yo'q? O'zi Linux degani nima ekan deyotgan bo'lsangiz, bu videoda sizlarga barchasini batafsilroq tushuntirib berishga harakat qilaman. Qani unda boshladik. Audio Jungle. 1991-yili Linux operatsion tizimi Linus Torvalds tomonidan asos solinadi va bu loyiha o'zini universalligi bilan serverlar bilan ishlovchilar orasida mashhurlikka erishadi. Hozirda esa siz Linux tizimini oddiy uy kompyuterlarida bemalol o'rnatishingiz mumkin. Windows va macOSdan farqi bu uning ochiq kodli va bepul tizimligidir. Bu esa tizimni o'zining har qanday kerakli talablarimizga moslab olishga yordam beradi. Shuning uchun ham internetda juda ham ko'plab Linux distributivlarni uchratishimiz mumkin. Distributivlar haqida esa sal keyinroq gaplashamiz. Hozir esa uning afzalliklarini muhokama qilamiz. Linuxning eng katta afzalligi avvalroq aytib o'tganimdek, uning bepul tizimligidir. Ya'ni siz yuklab olasiz va o'rnatasiz va bo'ldi. Bemalol ishlataverasiz. Sizdan hech kim aktivatsiya qani, ключ qani deb so'ramaydi ham, unaqa aktivatsiya degan narsani o'zi Linuxda mavjud emas. Linux Windowsga qaraganda xavfsizlik bo'yicha ancha oldinda va Linuxda siz tizimga antivirus o'rnatishingiz shart emas va bu narsa sizga umuman kerak bo'lmaydi. Chunki Linuxga viruslar deyarli yo'q, eslatib deyarli yo'q. Yana Linux tizimiga siz dasturlarni sotib olishingiz ham shart emas, chunki uning o'zining magazini bor va uning ichida 98% dasturlar bepul. Qaysidir dasturni o'rnatish uchun siz hech qanaqa saytlarga kirib o'tirishingiz shart emas, shunchaki magazinga kirasiz, kerakli dasturning nomini yozasiz va bo'ldi, o'rnatib olasiz. Ana endi bemalol distributivlar haqida gaplashsak bo'ladi. Linuxda 500 dan ortiq distributivlar mavjud. Linux tizimini endi o'rganayotganlar uchun bu narsa sal g'alati tuyuladi va birinchi o'zi qaysi birini sinab ko'rishni bilmay qolishingiz mumkin. Internetda eng mashhur distributivlar bu Ubuntu, Fedora, Debian, Linux Mint, Arch Linux, Manjaro va hokazolar. Lekin meni kuzatayotganlarga maslahatim birinchi bo'lib Fedora distributivini sinab ko'rishni tavsiya beraman. Chunki haqiqiy toza Linuxni sinab ko'rmoqchimisiz, unda Fedora sizning tanlovingiz. Undan keyin mayli qolgan distributivlarni o'rnatib ko'rishni tavsiya qilaman. Linuxni o'rnatish bo'yicha bir nechta tavsiyalar beraman. Birinchi o'rganish uchun uni VirtualBoxga o'rnatib ishlatib ko'rishni tavsiya qilaman. Chunki bu kompyuteringiz uchun hech qanday zarar keltirmaydi va narsalaringizni bilmasdan o'chirib yubormaysiz. Keyingisi esa Windowsni o'chirmasdan ham Linuxni o'rnatsa bo'ladi. Lekin bu narsani qilish uchun esa sizga Linuxdan ozroq tushuncha kerak bo'ladi. Notebookga ham o'rnatish mumkin. Bu ham qiyin ish emas. Linuxni biz kundalik hayotda serverlarda ko'rishimiz mumkin. Masalan, Google, Twitter, Facebook, Amazon, hattoki NASA kompaniyalari ham aynan Linuxda ishlashadi va xodimlarni ham aynan shu tizimni o'rganishga undaydi. Hattoki kinolarda ko'rgan yoki internetda eshitgan hakkerlarimiz ham aynan Linux tizimida ishlarini amalga oshirishadi. Linuxni yana juda ko'plab joylarda ishlatishadi. Masalan, pochta xizmatlari, internet hostinglar va hamda terminal va Steam Deck qurilmasida ham biz bu Linuxni ko'rishimiz mumkin. Mana Linux tizimi haqida qisqacha tushunchaga ega bo'ldingiz degan umiddaman. Linuxga o'tmoqchi yoki bir bora bo'lsa ham sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, uning ba'zi minuslariga ham tayyor turishingiz kerak. Bu videoda ushbu minuslar nimaligini aytmayman, lekin video qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada so'rasangiz, bu haqida alohida video tayyorlashga harakat qilaman. Hamda sizlarga kichik savol beraman. Nima uchun Linuxni logotipi sifatida Piming tasviri tanlab olingan? Bu savolning javobini albatta bilsangiz, kommentariyada yozib keting. Video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan esa mening kompyuterim kanali bo'ldi. Ko'rishguncha xayr.